Qadimgi Rim qonun va tartib ustuvor bo'lgan sivilizatsiya edi. Bu yerda osmon shunchaki tabiat hodisasi emas, balki ilohiy hokimiyat ramzi hisoblangan. Rimliklar oliy xudo sifatida Yupiterga sig'inishgan. U osmon, momaqaldiroq va adolat xudosi edi. Qadimgi Rim e'tiqodlariga ko'ra, Yupiter osmonning eng yuqori qismidan turib, insonlar ishini kuzatgan. Momaqaldiroq chaqmoq esa uning irodasi va hukmining belgisi sanalgan. Shu sababli u davlat, qonun, qasam va senat homiysi sifatida e'zozlangan. Buning eng mashhur dalili Kapitoliy tepaligidagi Yupiter Maksim ibodatxonasi. Bu yerda konsullar, sarkardalar va hukmdorlar Yupiter nomi bilan qasam ichgan. Chunki rimliklar uchun qonun inson ixtirosi emas, balki ilohiy tartibning yerdagi ifodasi edi. Yupiterning qudrati nafaqat osmonni, balki imperiyani ham birlashtirgan. Qadimgi Rimda osmon hech qachon jim bo'lmagan. Yupiter gapirganda tarix bo'ysungan. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling.